har bitta like va kommentga biz 100 so'mdan beradigan bo'ldik. Aka, velosiped jentra bo'lib ketmasa bo'ldi ish qilib. Sizdagi bormi? Bor ekan. Oting nima? Necha yoshsan? 5, Maktab tugadimi? Yozda tirikchilikmi? Qolib turasan. 150. O'zi qatlaysan. Qatni ag'ach qo'ydim. Qamash tumanida. Ishlab topgan pulingni nima qilmoqchisan? Yig'ib qo'yibman shunchaki. Kerak bo'ladi. Keyin maktabga. Qanchadan bir ishlayapsiz? Sababidan ochdi. Nima shul topyapsan endi kuniga? 100 ming, 120 ming, 70, 50 ga to'layapman. Donasiga ish bilan qoladi senga? Telefon ishlatasanmi? Topib olamiz keyin. Videoga tushishga rozimisan? Yo'q. Nega? Halol mehnat qilyapsan-ku. Ha, roziman desa shu o'yinni o'ynaymiz sen bilan. Biz o'zi bunaqa ish qilmaymiz. Sen ko'rib, hozir shu ishni qilib ko'ringlar deymiz. Videoyimiz like, kommentiga 100 so'mdan hisoblaymiz. 48 soat ichida qancha yig'ilsa, shuncha hisoblaymiz edi. O'sha pulga senga velosiped olib beramiz. Xohlating pulni o'zini beramiz. Sen hozir o'zida videoga tushib turibsan, просто bilmayapsan qayerda video bo'layotganini. Qayerda? Men senga aytmayman, просто roziman degan bo'ldi. Xullas ukamiz rozi bo'ldi. Endi sizlar aktiv bomba qilib bersanglar, har bitta like va kommentga biz 100 so'mdan beradigan bo'ldik. Yig'ilgan pulga velosiped, telefon yoki vaqt ko'rinishida qo'liga beramiz. Aka, velosiped jentra bo'lib ketmasa bo'ldi ish qilib.